Bir kuni Yawrupaliq musulmonlarning biridan bir muxbir uning qandoq musulmon bo'lganligini so'radi. Siz qandoq bo'lib musulmon bo'lgan edingiz? U mundaq deb javob berdi. Men ayolim bilan 1993-yili Turkiyaning ma'lum bir yesida sayohatda bo'lib qoldim. Bir kuni yo'ldan o'tganlarning biridan bu adresni ko'rsatib beralamsiz deb so'radim. Mehmonxonaning ismi yozilgan kartochkani ko'rsatib. U odam yaqin atrofda mehmonxona yo'q. Xohlasangiz uyimda qo'nib qiling, kashf bo'lib ketdi dedi dehqon chiroyi hiliqi kishi. Biz amalsiz uning yo'l boshlashi bilan uyiga bordik va uning uyiga kirdik. Uyda 5 bola va buvoy mo'maylar o'ltiradi. Uy egasi bizga kechlik tomoq elib keldi. Tomoqdan keyin siz ayolingiz bilan bu uyda uxlang. Men bolalarim bilan birga boshqa yon tarafdagi uyda uxlayman dedi-da, hammaylarni elib chiqib ketdi. Men atiganda uningga rahmatimni bildirish uchun sirtga chiqdim. Hech kim ko'rinmaydi. Sirtdan qarasam, aslida u birli yotoqliq uy ekan. Atrofga nazar solsam, oldimdagi daraxtning ostida hammaylan uxlayotgan ekan. Havo nihoyat sovuq edi. Ayolim bilan ikkimiz bu ko'rinishni ko'rib, bir-birimizga qarab yig'lab ketdik. Nima uchun bundoq qilasiz? Biz bundoq ishlarni hayotimizda uchirtib boqmagan edik, dedim hayronlik bilan. U illiqqina kulib, islom bizni mushunda qilishga buyuradi. Bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishi mehmonni obdan kutib olsin degan. Shu hamon ixtiyorsiz ayolimga dedim. Mana bu haqiqiy islom. Asli Yevropada biz anglagan islom sat ko'rsatilgan islomkan emasmi? Menga islom dinini o'rgatib qo'yamsiz, dedim men u kishiga qarab. Siz Qur'on Karimning inglizcha tarjimasini to'liq o'qib chiqsangiz, islomni to'liq tushuna olasiz, dedi u suyumli kishi. Men kitobxonaga berib, inglizcha tarjima qilingan Qur'on setib oldim. Hamda 2 oy ichida o'qib chiqdim. Hayotimizda o'ylab boqmagan o'zgarishlar bo'ldi. Qur'on bizni ajoyib hayron qoldirdi. Aslida islom dini dunyoda o'xshi bo'lmagan tangdoshsiz madaniyatga ega din ekan. Shuning bilan men Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning haqiqiy payg'ambari deb shahodat etdim. Shuningdan keyin o'z ixtiyorligim bilan eng muhim ishning islomning haqiqiy mohiyatini tonishtirish ekanligini his qilib, bu go'zal dinni boshqalarga yetkazish vazifasini o'z ustimga oldim. Allohning rahmati bilan mening qo'limda 1000 dan ortiq kishi musulmon bo'ldi. Hozir islomni butun dunyoga tarqitish uchun Romaniyada islom tarqitish markazidan birini quryapman. Güzel axloq islom dini tarqitishdagi eng yaxshi vosita. Uyga kelgan mehmonni eng yaxshi usulda kutishdan iborat birli güzel axloq bilan Turkiyalik hiliqi kishi mening qo'limda musulmon bo'lgan nurg'un kishilarning savobiga erishdi. Qiyomatgacha yana qanchalik savoblarga erisha.